99% ayollarimizni musha devorlari tushib ketgan. Aytishadi, "Men keserva bo'lganman, meniki qiz bola" deyishadi. Men aytaman, qin devorlari kengayib ketadi. plastika qildirishadi, 1 yildan keyin o'zini holiga kelib qoladi. Qanaqa usul bilan operatsiya qilib toraytirsa ham sport bilan shug'ullanmas ekan o'z holiga kelib qoladi. Ularda har xil o'simtalar paydo bo'lishi mumkin. Vitamindan qo'rqadigan ayollarimiz sizlarga tegishli. 16-15 yosh qiz ikkitalab fibroadenomasi bor ko'kragida. Hammaga assalomu alaykum. Bizning eng go'zal uchrashuvlarimizdan bittasi Durdona Faxriddinova bilan sizlarga, ayollarimizga, savollaringizga juda ham murakkab bo'lgan javoblarni berib o'tadilar. Talablarga binoan har bitta savollaringizga muhim javoblarni kutib qoling. Assalomu alaykum. Men integrativ preventiv vrach, 17 yil tajribaga ega bo'lgan. Sizlarga yordamim tegganidan xursandman. Hozirgi kundagi dolzarb muammolarga sabab bo'layotgan dolzarb masalalar ayollarni eng nozik nuqtasi, ya'ni ikkinchi yuragi. Matka masalasida tug'ruqdan keyingi bo'shashgan intim holatni qanday tiklash haqida mavzu boshlandi. Hozirgi kunda ayollarimizdan ko'p keladigan savollardan bittasi tug'ruqdan keyin qancha vaqtda matka o'z holiga qaytadi. Keyin men o'zimning fikrimni ham qo'shib o'taman. Bachadon bo'yni, qin devorlarini qisqarishi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu holat tug'ruqdan keyin tug'ruqni qanday kechishiga bog'liq. Demak, normal tug'ruq bo'ladigan bo'lsa, bachadon 3 oydan 6 oygacha o'zini norma holatiga tiklanish jarayoni bo'ladi. Agar kesish yo'li bilan bo'ladigan bo'lsa, u 6 oydan 1 yilgacha o'zini holatini tiklashga muvofiq bo'ladi. Qancha muddatda ayollarimizni keserva bo'lgandan keyin hozirgi kunda keservalarni lazernisi yokida tig' bilan kesadiganlar ikki xil variantlari bor. Shunda qanaqa muddatda, qancha muddatda fitnes mashqlarini, intim gimnastika mashqlarini bajarishligini tavsiya qilasiz? Agar ayolimiz keserva kesish yo'li bilan, operativ yo'l bilan tug'gan bo'lsalar, ularda 3 oydan keyin o'zi UZI qilinadi. 3 oydan keyin ruxsat beriladi. Agar bachadon bo'yni, bachadon qisqarishlari, choklari yaxshi bitgan bo'lsa, qin devorlarida yallig'lanish jarayonlari bo'lmasa, 3 oydan keyin mashq qilsa bo'ladi. Lekin to'liq tiklanishi bu 6 oydan hisoblanadi. 6 oydan hisoblandim deb o'tirmasdan shifokor ko'rigiga borib, mazoklarni topshirib, agar yallig'lanish jarayoni bo'lmasa, tezroq tiklanadi. Matkani, bachadonni choki tepada-ku, qin bilan nima aloqasi bor deyshadi. Ko'pincha qindagi vaspaleniya tepaga chiqadi. Yallig'lanish tepaga chiqqandan keyin chokka bitishi qiyin bo'ladi. Shuni hisobiga ochuv chokka og'ir upражнениyalar qilinadigan bo'lsa, unda shunaqa choklari qiyshiq bitib qoladi yoki bitish jarayoni yana cho'ziladi. Shuning uchun aziz ayollarimizga maslahatim 3 oydan 6 oygacha ko'rik, shifokor ko'rigidan keyin intim gimnastikalarni, fitnes mashqlarini bajarishligini tavsiya qilaman. Lekin ko'pchiligimizda hozir hamma ayollarda muammo shu: men borishim kerak, yo lazer qilishim kerak, yo operatsiya qilishim kerak, menda opущение bormi yo'qmi deb kelishadi. Qarasak, ko'pchiligi почти 99% ayollarimizda musha devorlari tushib ketgan. Aytishadi, "Yo'q, men keserva bo'lganman, meniki qiz bola" deyishadi. Men aytamanki, keserva bo'lasizmi, keserva bo'lmaysizmi? Baribir u tozlik kengayadi. U tozlik kengayadi. Bu bolani 10 kilo, boladan tashqari 10 kilo suyuluv bor, ichida platsenta bor, hammasini ko'targandan keyin, og'irlik bo'lgandan keyin musha agar homilador bo'lguncha sport bilan, mashq bilan shug'ullanmagan ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa, homiladorlik davrida musha kuchi yetmaydi, u og'irlikni ko'targanini hisobiga va qin devorlari kengayib ketadi. Shuning uchun keserva bo'lganman, keserva bo'lmaganman degan qizlarga maslahatim, homilador bo'lishidan avval sport bilan shug'ullanishlik kerak. Keyin aytishadiki, qizlar, "Ama plastika qildirganman, meniki qiz bolada yoki menda kichkina rozir qilingiz bormi?" deyshadi. Men aytaman,
kulamanda ichimda eng kichkinasini qo'yyapman deyman lekin o'zi eng kattasini qo'ysangiz ham bemalol kiradigan bo'ladi chunki 3ta tug'ilgan 2ta tug'ilgan u og'irligini hisobiga bachadon tushib bo'lgan bo'ladi bachadon tushmasa ham devorlari tushgan bo'ladi mushaklar massasi qo'yib yuborgan bo'ladi uning uchun birinchi homiladorlikka tayinlanayotgan davrida sport bilan shug'ullansa ayol kishida mushak qattiq bo'ladi va shu 10 kilo 15 kiloni ham bemalol ko'tarib beradi bola tushish xavfi ham kamroq bo'ladi bola tushish xavfi platsenta yo'ldoshi tepaga ko'tarilishi bu даже homiladorlik davrida ham sport bilan shug'ullaninglar deb aytaman man keyin keserva bo'lgan qizlarimizdan tashqari mana plastika qildirishadi bir yildan keyin o'zini holiga kelib qoladi keyin aytaman man plastika qildirganmanu deydi cho deyman sport bilan shug'ullanmayapsizu sport bilan shug'ullanmagan ayollarda plastika qiladimi lazer qiladimi kestiradimi qanaqa usul bilan operatsiya qilib toraytirsa ham sport bilan shug'ullanmas ekan o'z holiga kelib qoladi chunki mushak massa bizani bachadonimiz qindevorlarimiz hammasi mushak massadan iborat bu мышечный massani to'g'irlashimiz uchun faqat sport yordam beradi ya'ni intim gimnastika va qolgan sport turlari shu bilan birga hurmatli jononalar bilib olasizlar o'zinglar uchun eng kerak bo'lgan mavzulardan bittasi bo'lgani uchun biz faqat shu haqida gapiramiz mushaklar massasi sizda qanchalik bo'sh bo'lib qo'yib yuborgan bo'lsa siz operatsiya qilasizmi lazer qilasizmi u befoyda baribir muddati bor o'zi misol uchun menga kelishadi man palonga menga lazer qildirdim foyda bo'lmadi bir oy turdi 2 oy turdi yo'q ular hammasi qildirsangiz bo'ladi yaxshi qanaqa professional mutaxassis bilan qildirsangiz ana u ishonchli lekin kosmetologlarga emas har xil kimsalarga emas haqiqiy ginekolog qilsa qanaqadir siz foyda ko'rasiz lekin baribir siz mushaklar massasini tiklash uchun fitness intim gimnastika mashqlari bilan shug'ullanishingiz kerak agar shug'ullanmagan taqdiringizda ham hech bo'lmasa o'tirib turish mashqlari pol artish mashqlari ana o'shalarni bajarishingiz kerak bo'ladi nega oldingi ayollarda bunaqa bo'lmagan-ku hozirgi ayollarda shunaqa-ku deyishadi oldingi ayollar kartoshka tergan sipirgan pol artgan chelak suv ko'targan har bitta chelakda suv ko'targanda ham bundoq qovoqni ichiga bundoq tortib ko'tarishgan to'g'rimi oyoqlarni uchida yurishgan hamma narsalar hozirgi kunda bunaqa ish qilmagani uchun hozirgi kunda hamma ayollarga sport deyishyapti shunaqa va undan tashqari faqat sportdan tashqari vitamin minerallar masalan sport qilib turib vitamin minerallari yetishmasa ayol kishida demak u mushak massa tashlab yuboradi masalan hozirgi qizlarimizda o'zi faqat qizlarda emas ayollarda emas umuman hozirgi davrda erkaklarda ham ayollarda ham bolalarda ham vitamin minerallar yetishmovchilik ketmoqda chunki biz yeyotganimiz ham ko'p 100% ovqatlanishimiz deb olsak 80% ximikat hisoblanadi ya'ni bodring pomidor oladigan bo'lsak ham bu ham parnikovoy bular hammasi parnikda o'sganini hisobiga dalaniki bo'lmaganligi o'sha dalanikiga ham ximikatlar bilan o'stirayotganligi tufayli bizani ichimizga ksenoestrogenlar parabentlar kirganini hisobiga organizmda so'rilish jarayoni kechikadi so'rilish jarayoni bo'lmagandan keyin oqsil so'rilmagandan keyin oshqozon ichaklarda so'rilish jarayoni bo'lmagandan keyin oqsil moddasi kam bo'lgandan keyin mushak oqsil bilan ushlab turadi-ku oqsil kam bo'lgandan keyin mushak ham tashlab yuboraveradi shuning uchun sportdan oldin birinchi vitamin minerallarni tiklashligini tavsiya qilaman chunki sportga borganda aytadi voy man charchab ketyapman borgim kelmayapti bitta kelgandan keyin holim yo'q urib tashlaganga o'xshaydi degan so'zlar aytishadi boring deb aytsam mana shunaqa deyishadi man aytamanki oldin sportga borishdan oldin anemiya oddiy anemiyani bartaraf qilishimiz kerak anemiyasi bo'lgan ayollarda demak kislorod bilan organizm ta'minlanmaydi kislorod bilan ta'minlanmagandan keyin bu mushaklarga har bitta organga gipoksiyani olib keladi gipoksiya bo'lgandan keyin buyrak usti bezi ishlashi faoliyatini sustlashadi buyrak usti faoliyati yaxshi ishlamagandan keyin kortizol gormoni stress gormonlari oshib ketadi va undan battar kasallikka uchrashi mumkin shuning uchun sport bilan uyquni pitaniyani ya'ni oziq moddalarni vitamin minerallarini tiklab turib sport bilan shug'ullansa unda natija zo'r bo'ladi va mushak massasini zo'r yig'ib olsa bo'ladi ana tushunib oldinglar onlayn darslarimda mana shu barcha muammoni yechimini o'rgatganim uchun ko'pchilik ayollarda
100% natija bo'lyapti. Menga ayollar aytadi onlayn darsga qo'shilganlar, nima uchun bu vitamin ichishim shartmi, yana rasxod qilishim shartmi deyshadi. Mana vitaminlar nimaga kerakligini tushunib oldinglar. Demak, nimadir olib iching, sizda mana bunaqa holat bo'lyapti deganda hech ikkilanmay antisandig'inglardagi pulinglarni olinglar, ishlatinglar. Bitta ko'yni kam kiysak ham organizmni tiklashimiz kerak. Bitta tilla kam taqsak ham deyman men. Bir yilda bir marta check-up qilib turib, qanaqa vitaminlar ichmayapti, uni o'zidan o'zi olib ichishligini tavsiya qilmayman, chunki o'z organizm to'yingan bo'lsa, ustidan ichsa, ularda har xil o'simtalar paydo bo'lishi mumkin. Shunaqa o'simtalar paydo bo'lmasligi uchun vitamindan qo'rqadigan ayollarimiz sizlarga tegishli. Bu bir yilda bir marta check-up qilib, organizmda nima yetishmayotganini bilib turib, shuni iste'mol qilsanglar, sizlarda hech qanaqa o'simta, rak va mioma, fibroadenoma bo'lmaydi. Chunki sport bu sizlardan limfa ottokinglarni, limfada yig'ilib qolgan kirlarni hammasini chiqarib tashlaydi. Ter bilan chiqib ketadi hammasi. Ter bilan terlaganida chiqadi. Chunki limfada eng bizani boshqarib turadigan, mana shu immunitet sistemamizni boshqarib turadigan narsa bu limfa bezlari hisoblanadi. Agar limfa bezlarida kir yig'ilib qolsa, limfada kirlar yig'ilsa, detoks bo'lmagan ayollarda kir yig'iladi. Harakati kam, qoni quyuq bo'lgan ayollarimizda limfada kirlar yig'iladi. O'sha hamma toksinlar limfada yig'ilganini hisobiga qaqqadir chiqib ketish kerak-ku. Ayniqsa qo'ltiq osti bezidagi limfadagilari agar to'planib qolsa, u ko'krakka berib yuboradi hamma kasallik. Nima uchun hozir ko'krak raki juda avjolgan? Juda ham yosh qizlar, mana bugun priyomimga bitta qiz keldi. 17 yosh qiz turmushga chiqmagan, даже 17 emas. Undan yosh ekan. 16-15 yosh qiz ikkitalab fibroadenomasi bor ko'krakda. Nima uchun u fibroadenoma? Bu o'simta degani. Nimaga desa, u harakati yo'q. Keyin kechqurun uyqusi yaxshi emas. 11 dan keyin uxlaydigan bolalarda, ko'p telefon, televizor o'ynaydiganlarda men hamma leksiyalarimda ham aytaman, bu ayollarda detoks jarayoni yaxshi ishlamaydi. Va shu boya aytganimdek, limfadagi hamma kirlar, hamma toksinlar ko'krakka berib yuboradi. Bu yoqdan ko'krakka bergan hisobiga qatga ketsin u to'qimalar. Hujayralar ko'payib kerak emas hujayralarni ko'paytiradi va fibroadenomalarni ko'paytirishi mumkin. Yoki yosh qizlar keladi, miomasi bor. Mioma oldingi paytda katta yoshli ayollarda bo'lgan, gormonal buzilish hisobiga bo'lgan, lekin hozir kam harakatli, noto'g'ri ovqatlanish, uyquni yaxshi emasligi, sport yo'ligini hisobiga limfada hamma toksinlar ko'payib ketib, toksinlar yig'ilib qolib, qayerga borishni bilmasdan ular eng kerakli joylarga, nozik joylarga, ko'krakka, qalqonsimon bezga, matkaga hujum qilishni boshlaydi va shu hujumni hisobida ularda har xil o'simtalar kelib chiqadi. Ana yaxshilab eshitib olinglar va qayta ko'ringlar. Muammo eng hozirgi kunda ko'payib ketayotgan muammodan bittasi o'rtoqlar. Semizlik, ozg'inlik figura hozir 2-3 o'rin bo'lib qoldi. Bu yerda hozir faqat salomatlik bo'lib qoldi. Hozir menga ham misol uchun offlaynga ham, onlaynga ham kelayotgan mijozlardan qanchasi hozir aynan mana shu muammo. Fibroadenoma, endometrioz hozir 100% ayollar oladigan bo'lsa, 88%da endometrioz, adenomiyoz. Xuddi shunaqa. Nima uchun? Oldin nima uchun bu diagnoz bo'lmagan? Bo'lsa ham unaqa ko'p ayollarga qo'yilmagan. Chunki hammasi mana shu noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatli, sportni yo'qligi va uyquni yo'qligi. Uyquni kech, masalan, telefon ko'rib uxlab qoladi yoki televizor ko'rib uxlab qoladi. Ular hammasi ko'z orqali miyaga ta'sir qiladi. Yoki uyda o'tirib hech narsa bilan shug'ullanmasdan, diqqati faqat telefon, televizor. Shu hammasi bu miyani charchatganligi hisobli. Bu hamma toksinlar nima uchun ko'payadi? Birinchi o'rinda shu harakatimiz yo'q. O'tirasiz, limfa zastoy, limfangizda to'planish bo'lib qoladi. Kir toksinlarning to'planishi bo'ladi-da va shuni hisobiga, harakat kamligini hisobiga har xil kasalliklar kelib chiqadi. Varikozlar kelib chiqishi mumkin. Mana shu adenomiyoz, endometrioz, mioma, mana shu aytib o'tganimdek, hammasiga bir-biriga ulanib ketadi, chunki ular hammasi mana shu ich qotib, u yog'iga o'sha orqaga gemoroyga, mana shunaqa ich qotishi o'zi ham bu bitta jarayon hisoblanadi. Chunki ich qotganda
ichingiz bilan toksinlar chiqib ketadi. Kal bilan, axlat bilan toksinlar chiqib ketadi. Alloh shunaqa yaratganda, har kuni ichib kelsin, toksinlar chiqib ketsin. Lekin shunaqa qizlarimiz bor, 1-2 hafta, 2 haftalab yoki 3 kun, 4 kunda keladi. Shu 3 kun, 4 kunda kelmagan ich boyagi axlat qayta ishlanib qonga so'riladi. Qonga so'rilgandan keyin ana ketdi hamma organlarda bitta-bittadan kasallik kelib chiqadi. Shuning uchun har kuni ich kelishiga ahamiyat berishimiz kerak. Ich kelib turganda hamma toksin axlat bilan chiqib ketadi organizmimizda. Agar toksin chiqmasa, 1 kundan 2 kun, 3 kunga o'tib ketadigan bo'lsa, bu organizmimizga ichaklar orqali so'riladi-ku hamma anaqalar, vitamin, minerallar ham. U axlat qayta ishlab ichaklardan qonga o'tishni boshlaydi toksinlar va har xil hozir mana aytganimizdek gormonal disbalans, rak kasalliklar shundan kelib chiqadi. Shuning uchun birinchi o'rinda mana shu narsalarga ahamiyat berishimiz kerak. Miyasiga quyib olgan, kimdir psixologlar nimadirlar chiqadida, tam eridan xafa bo'lgan, kimdirdan xafa bo'lgan, yo'q, asl muammoni sababini tushunmaslar ayollar, siqilish, nimadandir o'ylanish emas, yo'q, yeyotgan, ichayotgan, qilayotgan ishimizdagi hamma narsa o'zimizda ayollar, o'zimizni, sog'lig'imizni o'ylashimiz kerak. Kim uchundir emas, nima uchundir emas, faqat o'zimiz uchun harakat qilishimiz kerak. O'zini sevish deganda, siz o'zingizning salomatligingizni qanchalik muhimroq e'tibor berayotganinglarni hisobga olinglar. Misol uchun men erim bilan yaxshi aloqa bo'lmayapti, menda to'rayish kerak, tez to'rayish kerak, hozir onlayn darsingizga yozilsam qanchada to'rayib qoladi yoki offlaynga kelsam qanchada to'rayib qoladi deyshadi. Men aytaman, o'ta ancha narsa bor, ancha muammo bilan ishlashimiz kerak deb aytaman-da, muammolaringizni hammasini yozing deyman. Nima muammoingiz bor, shuni yozing deyman-da. Siz aytayotgan muammolarni yozishadi. Bilyapsizlarmi, necha oy ishlash kerak va qanaqa holatlargacha o'zgarishingiz kerak, tushunasizda? Muammo faqat teshikda emas deb video qilib chiqarsam, menga intim gimnastikachi bir xil trenerlar anaqa yomon so'zlar bilan yozishibdi. Apparat bilan hozir suvli apparat bilan tortishadi-ku, onlayn biznes bo'lib ketganda, misol uchun. Men qin sohasiga iloji boricha hech qanaqa apparat kerak emas narsalarni tiqib ishlatishni tavsiya qilmayman. Даже intim gellar bilan yuvishni tavsiya qilmayman-da. Intim gellarning o'zi ham normalniy, xuddi idish-tovoq yuvganingizda idish-tovog'ingizni yaxshilab chaymasangiz qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqa narsa, tushunasizlar? Oddiy, sifatli suvni ishlatgan ma'qul. Uni ham har kun ishlatish mumkin emas. Intim gellarni har kun ishlatishni buyurmaymiz. Agar bio yoki tabiiylar bo'ladi-ku, parabentlari kam bo'lganlarini ishlatsak bo'ladi. Uni ham har kun ishlatishni tavsiya qilmaymiz. Oddiy suv bilan yuvganda unda mana bir xil qo'lini tiqib yuvadi. Men aytaman, qo'lini tiqib yuvdimi bo'ldi. Florani, normalnisi, nenormalnisi hammasi organizmdan yuvilib chiqib ketadi. Yuvilib qo'li bilan tiqib yuvgandan keyin flora yaxshi bo'lib chiqib ketgandan keyin o'zini kerakli bo'lgan qindagi flora, ya'ni bakteriyalar normalnisi chiqib ketgandan keyin bakvaginoz kelib chiqadi. Ya'ni vaginadan hidli sassiq выделение kelish boshlaydi. Sirkulanib ketib qoladi. Keyin u hidli gardronel mana shunaqa bakteriyalar ko'payib ketgandan keyin qin devorlarida, bachadon bo'ynida yallig'lanish kelib chiqadi. Chunki o'sha bakteriyalar bizani sog'lig'imizni saqlab turadi. Ya'ni tushayotgan kerak emas bo'lgan bakteriyalarni yemiradi-da, o'zini florasida turadi. pH normalniy bo'lmaydi yuvib tashlagandan keyin. pH norma bo'lmasa, bilingki, eroziya ham, bachadon bo'yni yarasi, eroziyasi, mana shu hamma kasalliklar shundan kelib chiqadi. Shuning uchun желательно qo'l tuqmasdan, ko'p sovunlamasdan yuvish kerak bo'ladi. Intim apparatlarga nima deysiz? Qanaqa intim apparatlarini biz endi juda ham bachadon bo'ynlari tushib ketgan bo'lsa, kegel mashqlari bilan qilinsin deb aytiladi, no uni gigiyenasiga rioya qilish kerak. Gigiyenasiga rioya qilmasdan uni ishlatadigan bo'lsa, kasallikni oldini olmaydi, kasallikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun gigiyenasiga ahamiyat berishimiz kerak. Bizda gigiyenasiga ko'pincha ahamiyat berishmaydi. Shunda spirtlashadi, shunda yuvishadi yoki yuvmasdan ham qilib yuboradiganlar bor. Ko'p qivoradi, tez bo'lsin deydi, ko'p qivoradi. Uni o'zini qonun qoidasi bor. Va eng zo'ri baribirga ham sport bilan shug'ullanish deb o'ylayman. Limfa drenaj mashqlarini qilib turgan holatda, tazviy mышцalarni qizdirib turgan holatda, undan keyin bidrolarni aylantirib ishlatib olgan holatda hamma butun tel, mana butun beldan pasti zajigать qilgandan keyin intim gimnastika mashqlari bajariladi. Intim gimnastika mashqlari, yana aytib o'taman, yallig'lanish bachadon bo'ynida
qin devorlarda yallig'lanish bo'lib turgan ayollarimiz qilsa battar qin devorlari bo'shashib ketadi. Shuning uchun birinchi o'rinda mazok topshirish kerak. O'zi mana sportga borganda ham birinchi mazok topshirish kerak. Agar mazokda yallig'lanish bo'lsa, oldin yallig'lanishga qarshi shamchalarni qo'yib turib, ozgina yallig'lanishni ketkazib turib, keyin intim gimnastika, hijoma, mana zulula chiqib ketgan shularni qo'yishsa, mana shu fizkulturalar bilan shug'ullanishsa, o'zi shundoq ham musha massa torayib, keyin ishlashni boshlaydi. Agar yallig'lanishi ustiga qilsa, u battar bo'lib ketadi. Men ayollarga kursga kelishayotganda shu muammolarni aytishganda, ginekologga boring, ginekologga uchrashing, sizda shamollash bo'lmasligi kerak. Misol uchun intim gimnastika bilan shug'ullanayotganda yana bitta narsa kistani hajmi katta bo'lsa ham mumkin emas. O'shaning uchun men aytaman, ginekologga boring, bitta UZI qiling, bitta analiz topshiring, bitta ginekolog ochib ko'rsinlar deyman. Ana o'tdagi yomon holatda eroziyalarni, shamollashlarni, kistalarni, ularni lecheniasini qilib turib, ana keyin intim gimnastika qilsangiz, sizda 100% natija bo'ladi. Sizdagi holat boshqa kamko'stlaringiz ham birato'la o'rganib, birato'la kompleks ishlanadi. Siz hozirdan apparat olasizda faqat qin toraytiradigan mashq qilyapsizmi? Yo'q, unda siz o'ylagan natijangizga erisha olmaysiz. Qanchadir muddatga qiningiz torayganini his qilishingiz mumkin, lekin sizdagi avvalgi holat qaytib kelaveradi. Hidlanishlar, sasishlar, boshqa. Turmush o'rtog'ingiz uchun nimanidir toraytirmang. O'zingiz uchun oldin salomatligingizni tiklang. Siz salomat bo'lsangiz, atrofdagilar o'zi sizga boqaveradi. Agar siz salomat bo'lsangizda, qiningiz tor bo'lsa, u kimga kerak? O'shaning uchun birinchi o'rinda bosh oyoqdan boshlab oyoqqacha bo'lgan holatda ishlashni o'rganinglar ayollar. Siz salomat bo'lsangiz, mana hech kim aytmaydiki, mana kelganda men quvvatimni tiklamoqchiman, men zo'r energichniy bo'lmoqchiman. Men kelajakda, misol uchun biz katta bo'lamiz, iymonga yana iymonimizni mustahkamlaymiz, umraga boramiz, hajga boramiz. O'sha yerlarda men shaxtam yuray, tahoratlarim mustahkam bo'lsin, qariganimda yoki ulg'ayganimda sidu qo'yib yubormay, kelinlarim, o'g'illarim oldida o'zimga o'zim xizmat qilay, o'zimga o'zim anaqa qilay, 100 yoshga kiray, mustahkam bo'lay demaydi. Bunaqa qaror qabul qilgan ayol 100 dan bitta chiqib qoladi. Onlayn darsimda ham, offlayn darsimda ham. Tushunasizlar? Lekin 99% ayol qachon natija bo'ladi deb mendan kelib so'rashadi. Chunki uni turmush o'rtoqlari ham talab qilishadi-da. Endi agar sport bilan shug'ullansa, ko'pincha hozir siz aytganingizdek qo'shimcha aytib ketmoqchiman, boyagi intimniy shariklar bilan shug'ullanganingizda faqat qinni mana shu sohasi, devorlarini toraytirib beradi, bachadonni toraytiradi, lekin u kichik chanoq mushagidagi mushaklarga ta'sir qilmaydi-da, unaqa biz o'ylaganimizdek ta'sir qilmaydi. Mushaklar massasini ko'tarib bermaydi o'rtoqlar. Shuning uchun agar sport bilan birga qilsa, masalan, mana shu mashqlarni, kegel mashqlarni qiladigan bo'lsa, unda kichik chanoq bo'shlig'i bilan ishlasa bo'ladi. Kichik chanoq bo'shlig'i o'zi mustahkam bo'lsa, mochavoy puzir mustahkam bo'ladi. Sidu qo'yib yuborishlik bo'lmaydi va mochavoy puziri, ya'ni o'sha sidu yo'llari mustahkam bo'lish uchun ham o'zini mashqlari bor-da. Unga anaqa nima edi, hech qanaqa apparat ishlata olmaysiz. Ishlatmaymiz, hech qanaqa apparat ishlatmaymiz. Unda faqat sport bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Apparat faqat nimadir o'tga tiqib ishlatish kerak bo'lsa, bu ginekolog qiladi. Uni intim gimnastikachilar o'tga apparat tiqib ochmaydi. Misol uchun, menga rasm tashlasangiz, men sizni qiningizni ochib ko'rib bera olmayman yoki tashqi tomondan qarab tashxis qo'yilmaydi. Boshqa bir xil intim gimnastikachilar shunaqa qilishar ekan. Hech kim sizni tashqi tarafingizga qarab, uni narsani qilib qaraydi-yu, qancha siqadi, qancha qo'yadi, devorlari qaysi devorlari tushgan, tepa devor tushganmi, past devor tushganmi, ularni faqat kreslo orqali ko'riladi. Kreslo orqali, o'rtoqlar. Uni onlayn ko'rib bo'lmaydi, uni onlayn rasmda qilgan bilan ko'rmaydi. Kuchantirib ko'ramiz, ichiga torttirib ko'ramiz, qisib ko'ramiz. Uni o'zini yo'llari bor. Uni o'zini bunday rasmga olib menga ham aytishadi, onlayn ko'rib bera olasizmi, rasmga tashlayman. Chunki shunaqaga o'rgatib qo'yishdi ayollarni. Yo'q. Men vashti narsani onlayn ko'rish mumkin emas. Men onlayn qachon ko'raman? Chet eldagi patsientlarim bo'lsa, masalan, kela olmaydi, sharoiti yo'q, lekin vitamin minerallarni tiklash kerak. Integrativ, preventiv yo'llantirib kasallikni oldini olish uchun shu vitamin minerallarni tiklab berish mumkin onlayn. Lekin eroziyani, qin devorlarini qanaqa tushmagani yoki yara chiqdi menga ko'rib bering deyshadi. Unaqa narsalarni hech qaysini onlayn qabul qilmayman ham, ko'rmayman ham, chunki bu noto'g'ri. Telefonga olganingizda boshqa narsa ko'rasiz, hayotda boshqa narsa ko'rasiz. Shunaqa qilib raklarni ham o'tkazib yuborishadi. Mana bachadon bo'yni eroziyasida qachondir rak bo'ladi deymiz.
rak bilan keladigan ayollarimiz bor. Hech nima qilmaydi, boring oldiring kuydiring desa yo'q. O'zi hozir bilasiz, bachadon bo'yni kuydirish atmay bo'lgan, lekin kolposkopiya qilganda, sitologiya qilganimizda yomon chiqsa, уже передраковый состояние bo'lsa, bizni kuydirib olib tashlang va oldini oling. Ildizi u yoqqa bachadongacha o'tib ketmasligini oldini oling deb aytsak, qo'rqib 2-3 yildan keyin kelganlari ham borda. Keyin kulaman, voy, shunchalik ham o'zingizga behafsala bo'lasizmi deyman. Shu qanaqadir abrikadabra kufsu bo'lib qolsa-yu, o'zi ketib qolsa, masalan, poliplar o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolmaydi. Ularni ham baribir olib tashlash kerak. Oldirib tashlang desa, "Yo'q, turibdi-ku, turaversin" deyshadi. Turibdi-ku, turaversin, ertaga boshqa kasalligi o'tgandan keyin, ximiyaga o'tirgandan keyin afsuslanib o'tirishadi. Nimaga o'sha vaqtida qilmovdim? Qindi papilomalar toshadi, anaqa bo'ladi. Poliplar, kanjilomalar bo'ladi. Endi ular hammasi bir-bicha. Uni shunaqa intim mushaklarni toraytirish uchun erlaringlarni ushlab qolmoqchi bo'lsanglar, обязательно sport bilan shug'ullaninglar. Sport, ginekologiya, pitание, vitaminlar, ana o'shanda ideal holatga kelasizlar. O'zi, misol uchun, shu narsani qilib yurgan odam, menimcha kimnidir ushlashga hojati yo'q. To'g'rimi, misol uchun? O'zi вообще birovni ushlab qolish nimadir fokusini agar bir narsaga shuni ushlashga bersa, misol uchun, fokusini ushlashga bersa, ushalmaydi. Chunki hozir juda ko'payib ketganda unaqalar o'ziga qaramaydi. Faqat o'sha haqida o'ylaydi. To'g'rayish kerak, erim ushlab qolishim kerak. Mashq bilan u bilan ushlab qola olmaysiz erkaklarni. Uning uchun erkak sizni yaxshi ko'rish uchun muomala bo'lishi kerak. Men endi bu meni fikrim. Muomalangiz yaxshi bo'lib tursa, даже ushatingizga ham qaramaydi deb o'ylayman. O'zi yaxshi ko'rish kerak-da erkak narsa shu. Misol uchun-da, erkak kishi qarashi uchun yoki erkak kishi unga vнимание qilish uchun, tashab ketmaslik uchun, nimadir uchun emas. O'zi uchun qilish kerak. O'zi uchun, o'zini sevish har taraflama ideal holatga kelish. Sog'lom bo'ldi. O'zini sevgan, o'zi uchun ideal bo'lgan har taraflama ilm olishda ham, ishda ham, oilada ham lider ayollar hech qachon eri tashab ketishidan qo'rqmaydi yoki erini uchun nimadir qilmaydi. Yoki kimdir uchundir qilmaydi. Kimdir yoshroq qiz bo'lsa, misol uchun kimdir sevishi uchun qilmaydi. Bo'ldi. Shundaylar. Sog'lom turmush tarzi bo'lgan ayollarimiz sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi degandek, o'zingizni farzandingizni sog'lom tarbiya qilib, sog'lom katta qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni sog'lig'ingiz tiklangan bo'lishi kerak. Agar siz nosog'lom bo'lsangiz, masalan bitta oddiy qalqonsimon bezni funksiyasida buzilish ketsa, ayol titraydi, yuragi o'ynaydi, yig'loq bo'lib qoladi, baqiroq bo'lib qoladi, perimenstrualniy sindrom bo'ladi. Jinni qilaversangiz, masalan bolangizga baqiraversangiz yoki eringiz bilan urishursangiz, hech qanaqa hech kim chidamaydi-da u narsaga. O'zingizni boshqara bilsangiz, vitamin minerallaringiz tiklansa, gormonlaringiz norma bo'lsa, u ayol miyasi ham sog'lom bo'ladi, o'zi ham sog'lom bo'ladi. Nafsda ham birinchi o'rinda nafs o'rtoqlar. Bizning bugungi mavzularimiz shulardan iborat edi. Yana sizlar uchun qanaqangi muhim mavzular kerak bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring. Podpisatsiya bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Durdona Faxriddinovna, Husniya Zakirovna maxsus reportaj.